Oshxona emas jon yuragingda, kattamagan bo'lagingda. Yig'ishtirgan ishtivog'ingni. Bugun 14-fevral bayram. Keyin erlarimizni sinovdan o'tkazamiz. Rang qilibmi? Yo'q, bir xil kiyim, bir xil makiyaj qilamiz. Yaxshi ko'rsa, ajrata oladi. Mana atirimni ajratadi. Bir xil atir sepamiz. O'g'illarim ajrata olasiz. Alday olmaysizlar. Assalomu alaykum begim. Bir xil bo'lishibdi, qasrman xotinim. Men bitta ajrataman o'z Fotimani hidida. Mana shu xotinim. Jonim, men bitta ajrataman Fotima. Hidimdan rasildor ajratarkansizlar. Qo'lchi. Nima? Adashtirdimmi? Umringlarni yeymizda hozir. Bu ketishda ajratamay umrimiz qisqarib ketadi shekilli. Hozir ko'zinglarni boylaymiz. O'zimizdan ajratishlar kerak bo'ladi. Bitta ajrataman. Oson-ku. Ajratolmasanglar ayb bizda emas. Husan aka, men qayerdaman? Zuhra ana orqamda turibdi, men xotinim shu. Hasan aka, men qaysi tarafdaman? Orqamdasan-da, Fotima. Bitta qaranglarchi. Qachongacha ajrata olmaysizlar shunaqa? Men kimni chaqiryapti, ketdim. To'xta. Ya, kelinglar. Husan, biz ham bank qilamizda, joylarimizni almashib olamiz. Sen men xonamga kirsa, men sen xonamga kiraman. Ajrata olamiz. Ketdik. Bu yoqqa emas, bu yoqqa. Fotima, sen erim yo'qdaysan. Saniki bu yo'la-ku. Ha, popladikmi? Bir bo'ldi. Poplab urdi xotinim meni. Zuhra, sen urdingmi? Ajab bo'pti, hozir sizni ham uraman. Erlarimiz bizga bayramga nima ovqat qilib beryapti ekan-a? Nima ovqat bo'lsa ham shirin chiqsa bo'ldi. Kuyalik yotimi? Oshxonadan. Qani ketdik. Nima qilyapsizlar? Tuxum kuyib ketdi. Oshxona emas jon yuragingda,